kelgan delegatimiz Shodiya Shamil. Shodiya Shamil, qarshi olamiz. Kızlarınızla birgene sekund bilan olqishlar shuhrati keksangiz qarashib. Tog'in bir kuchli olqishlar, jilo olqishlar ostida qarshi olamiz. Xitoydan qonog'imiz Shodiya. Qadrli do'stlar, hamda Ivan Kishevina bizning prezidentimiz Shodiyaga Tataristonning ot qozongan artisti ismini berdi. Qo'ydi ayrim olqishlarga loyiqli. Tog'inlarga tabriklaymiz. Tataristonning ot qozongan artisti Shodiya. Rahmat.